Xo'p, azizlar, hozir erim bilan birga raspakovka chek qilamiz. Xo'p, birinchi o'rinda zakaz qilgan narsam sumka zakaz qilganman. Hozir nima kulasiz? Xuddi mana shunaqa kichkinasidan bo'lsin deganman. Mana shunaqa katta korobkada kichkina sumka keladimi? Endi o'zlarini muammosi. Mana shunaqa kichkina sumka zakaz qilganman. Shunaqa moda yo'q hozir, mana qarang mana. Mana. Ha, bo'pti, buni-ku kiydirib yubordingiz. Bunda nima bor? Bunda estetik qoshiq bor. Oshxonamizda chiroyli ko'rinib turadi deb, men korishniy qoshiq zakaz qilganman. Mana qarang, qanaqa chiroyli. Nima kulasiz? Nima kulasiz? Birinchi ishlatib ko'ray deganman. Estetikniy qoshiq plastmassadan bo'ladimi? Plastmassa emas bu. Qani plastmassami? Temirda shunaqa bukib olasanmi? Bo'pti, hop o'zingiz ko'raylik-chi, nima zakaz qilgan ekansiz? Mana siz zakazingizdan kelmadi. Oching, oching. Ha, endi uyimdagi kompyuterim klaviaturasi buzildi, shu klaviatura zakaz qildim. Qani? Oching mana. Mana. Ya, sen tushunmading. Menga qara. Qani? Bermanaqa klaviaturami korobkasi yo'qolgan, o'shuning uchun o'rniga korobka zakaz qilganman. Nimaga otib yuborasiz korobkani? Og'izda yoping, og'izda. Karvonsaroyda yoping. Bilib bilmasdan, tushunib tushunmasdan, yeb qo'yib, narsa zakaz qilib o'tiribsizlarmi?